o'zining yuksak iste'dodi va asarlari bilan adabiyotimizning rivojlanishiga, xalqimizning ma'naviy dunyosini boyitishga salmoqli hissa qo'shgan buyuk so'z zargari shoir Berdaq Qarg'aboy o'g'li. Xalqimizning faxriga aylangan qoraqalpoq yozma adabiyotini yuksak bosqichga ko'tara olgan shoirning tavalludiga bu yil 198 yil to'lmoqda. Shu munosabat bilan Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musikal teatrida shoir ijodi va hayotiga bag'ishlangan konsert bo'lib o'tdi. Buyuk mutafakkir bobomiz merosi oradan qancha yillar o'tsa ham o'z ahamiyatini yo'qotmasdan xalqimizning bebaho mulki sifatida e'zozlanib kelmoqda. Poytaxtimizdagi Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatrida shoir tavalludining 198 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan Berdaq xalq bilan, xalq Berdaq bilan nomli musiqiy marosim xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirish, buyuk so'z zargarining asarlarini, shoirning kelajak avlodga qoldirgan boy merosini yana bir bor namuna qilish va targ'ib etishga yo'naltirildi. Berdaq Qarg'aboy o'g'lining qalamiga mansub har bir she'r satrlari chuqur falsafiy mazmun bilan sug'orilgan bo'lib, yoshlarni komillikka yo'naltirishda alohida o'rin tutadi. Tadbir davomida Berdaq asarlari adabiyotimizning bebaho mulki bo'lishi bilan birga, uning qalamiga mansub she'riy satrlardagi, tarixiy asarlardagi vatanni sevish, xalq dardi bilan yashash kabi fazilatlar yoshlarni tarbiyalashga xizmat qilib kelayotganligi alohida iftixor bilan ta'kidlandi. Elimizde ko'rkam өнер тарауы дөрөтүүчүлөрү тарапынан, ағзалары тарапынан халыққа берилип отырған концерт, илажлар juda көп. Солардың арасында бүгінгі театрлаштырылған әдеби музыкалық кеше құнлы деп ойлаймын. Себебі бабамыздың құнлы тәрбиелерін бізге елде таныстыруға, халыққа елде көрсетуге керектілік кеше деп ойлаймын. Tadbir davomida shoirning she'riy satrlari badiiy o'qildi. Berdaq yashab o'tgan davr, shoirning ibratli hayot yo'li, tarixiy asarlari sahnalashtirildi. Shoir asarlari asosida operalar ijro etildi. Shoirlik satrlariga bitilgan ohanglar yangradi. Buyuk mutafakkir, faylasuf Berdaq Qarg'aboy o'g'li o'z zamonining tengsiz siymosi sifatida nafaqat Qoraqalpoq xalqining, balki barcha qardosh xalqlarning yuragidan chuqur joy olgan. Oradan qancha yillar o'tsa ham uning chuqur mazmunga ega asarlari adabiyotning bebaho mulki sifatida xalqimiz qalbida mangu saqlanadi. Ob-havo ma'lumotlari dasturimizga yakun yasaydi. Kelgusi efirlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.